uchrashuvga keldik biz, daryodayin toshlik biz. Ilk uchrashuvga keldik biz, daryodayin toshlik biz. Sevimli yativida termalardan aytdik biz. Sevimli yativida daryodayin toshlik biz. Daryoda toshib oqamiz, ilhom olib jo'shamiz. Bugun qarayin deya ilk uchrashuv ko'rsatuvga bir maydonga chiqamiz. Hay hay hayyara, hayya hayya hayyara, hay 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 hayyara, hay hay hayyara. Yashay. Bo'ldi. Samandar Gulboyev 20 yoshda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Orzusi dunyo tanigan baxshi bo'lish. Biz o'yladik, Said apa bu yigitni ko'rib juda chiroyli baxshi etar ekan. Ularni ko'rib hozir qanaqa shul etar ekan dedim. Haydi so'yla deydimi desam, dedi. O'zimizdan ekan u dedi. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Marhamat, Samandar, yaxshi keldingizmi? Qayerdansiz? Assalomu alaykum. Avvalambor Surxondaryodanman. Samandar Baxshi. Surxondaryoning qayerdansiz? Sho'rchidanman. Biz baxshichilar o'zini kiyimi haqiqatan hayotda ham shunaqa yursa kerak desak, mana bunaqa yurar ekan. Savremeniy. Odam